Bugun do'konimizdagi bor narsalarni ozgina qisqacha obzor qilib Vafli pike, zanjir pikelarimiz bor. Yunon pike, Mahroviy 220 lik, yuz sochiq. Keyin mana bu Yunon pike, zanjir pike, vafli pikelar har xil ranglari bor. Hozir kam qo'yganini yana to'ldirib qo'yamiz ularni o'rnini. Keyin o'ng tomonimizda polkada mana bunaqa dak materiallarimizda oddiysi. Bu tomonda dak materialda digitali, ya'ni 3D si. Keyin mana bu yerda 3D vafli pikelar. Burada hozircha kam qoldi lekin mana har xil ilib qo'yamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Keyin ichkari kirganimizda o'ng tomonimizda strayp sotilgan tureskisi, oxirroqda Xitoylarniki bor, hozir ko'rsatib o'taman. Keyin digital sotillarimiz. Har xil yangilari ham kelganda, hali qo'ymagandik lekin. Digital mana shu yergacha kelsa, bu yerga jakartlar. Jakartda ham yaxshi rasvetchilar kelgan. Keyin mana bu yerda mana 5 xil rang Xitoyniki. Bular arzonroq yuriydi. O'zimizda etiketkaga urilgan Sabahxom manusiga Merslar bor. Keyin mana bu yerda Ranforce adnotonilari. Buni ham har xil rasvetkalar, ranglari bor. Xohlagan rangni topishingiz mumkin. Keyin o'ng tomonimizda 3 qator polkada ham ponni Ranforce ilingan. Ranforce qo'yilgan desa bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, har xil tepa qator diski, pastgulli, pasangulli. Keyin mana bular mana o'zimizning etiketga Sabah Hanusining etiketkasi qilingan super satillar. Bularda ham endi 240 lik, bular arzonroq yuradi Xitoyniki. Ko'rsanglar bo'ladi, dastakkamiz O'zbekiston bo'ylab bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Narxlari Telegram kanalida.